Alloh yozgan bo'lsa, butun dunyo qarshi bo'lsa ham keladi shu narsa. Endi Alloh sizga kelishini yozmagan bo'lsa, butun dunyo shuni qilib beramiz senga deb tursa ham kelmaydi. Bu ishonch deyiladi bu. Albatta Alloh o'zining hikmati, buyukligi sababli xotirjamlik va xursandchilikni rozilik va ishonchga joylab qo'ydi. G'am, qayg'uni esa shak, shubha va norozilikka joylab qo'ydi. Diqqat qilinglar. Albatta Alloh taolo o'zining hikmati va buyukligi sababli xotirjamlik va xursandchilikni rozilik va ishonchga joylab qo'ydi. G'am, qayg'uni, shak, shubhani esa norozilikka joylab qo'ydi. G'am, tashvish, shubha bo'lib yotibdimi? Buni sababi ishonchning zaifligi. Endi kishi hayotidan rozimi? Xursand yashayaptimi?